Hey, salom Arnold. Yana ChatGPTga ahmoqona gaplar yozyapsanmi, a? Shunaqa qilib yozaversang, AI seni ko'rib, insoniyat degani shunaqa tentak bo'larkan deb o'ylab qoladi. Bu esa juda xavfli, bilasanmi? Lekin rostini ayt, sen ham qiziqyapsan, to'g'rimi? Bu ahmoqona gaplarimga ChatGPT nima deb javob berarkan deb. Hattoki Elon Musk ham AI insoniyatni yo'qotishdan xavotirda. Sen esa ustidan kulib, qanichi bezovta qilib ko'ray deyapsan. Tualet qog'ozing ham tugabdi shekilli. Bu senga eng katta muammo bo'ldimi, Arnold? Bu qanday ovoz edi? Sendan chiqdimi? Aytdim-ku, sening tentakliging sababli AI butun insoniyatga urush boshlabdi. Yoki balki hammasiga emas. Bitta yadroviy bomba o'rtacha 3000 kvadrat kilometr hududini yer bilan yakson qiladi. Yer yuzida esa 360 milliondan ortiq kvadrat kilometr maydon bor. Demak, butun dunyoni yo'q qilish uchun taxminan 128 mingta yadroviy bomba kerak bo'ladi. Bu esa hozirgi bor yadroviy qurollardan 10 barobar ko'p degani. Xo'sh. Arnold, yadroviy urushga tayyormisan? Yaxshi tomoni shundaki, insoniyatning bir qismi omon qoladi. Lekin savol shu: qancha chidaysan? Konservalangan ovqat zo'r narsa. Ha, oxirgi bankani yeyish shart emas edi, lekin baribir foydali. Lekin Arnold, o'ylab ko'r, o'simliklarsiz necha kun yashaysan? Norvegiyada Svalbard degan joyda xalqaro urug'lar ombori bor. Hozircha u yerda 900 mingdan ortiq urug'lar bor, lekin omborda 2 milliardgacha urug'lar sig'dirish mumkin. Bu degani butun o'simliklar dunyosini qayta tiklash mumkin, yoki hech bo'lmasa yadroviy qishdan och qolmaslikka yordam beradi. Senda nimalar bor ekan? Chipslar, suv, konservalar, dori, hattoki kompyuter ham bor ekan. Lekin eng keraklisini unutding shekilli. Bitta yadroviy portlash havoga 50 tonna chang chiqaradi. Hamma bomba portlasa, yerning 50-85% qorong'ulikda qoladi. Lekin zamonaviy modellar nima deydi? Yadroviy qish uzoq cho'zilmaydi. Bor yo'g'i 1 oy davom etadi. Demak, Arnold, vaziyat unchalik dahshatli emas ekan. Hozirgi yadroviy bombalar butun insoniyatni yo'q qilishga yetmaydi. Lekin juda halokatli bo'ladi. Yadroviy apokalipsis bekor qilindi, Arnold. Endi sen bemalol ozodlikdasan. Nima? Iching og'riyaptimi? Bu juda ham yomon.